Assalomu alaykum suyimlik baldrim. Bəraz yaponlardan hammalarga sevgilim salom. Men sizlarga bugun yana burun o'tgan harflarni takrorlash maqsadida qoidadan o'tib bermoqchi yana. Bugun yana sizlarga o'tib bermoqchi bo'lgan harfim A harfi. A harfi bizning Uyg'ur tili, yana elifbarimizning birinchi harfidir. Yana mushu fransuz tiliga o'xshash yana birinchi harfi A harfimiz. Endi bu Uyg'urchada harflarning masalan fransuzcha o'xshamaydi. Fransuzcha masalan A cho'ng yezilishi va kichik yezilishi bor. Lekin bizning Uyg'urchada bularning so'zlarning ichida kelgan qo'l tutadigan va tutmaydigan turib yezilishi qarta 4 xil shakli bor yana. Bosh A, oxir A, yolg'iz A, oxir A, oxiraning qo'li bor, bosh A va yolg'iz Aning qo'li yo'q. Andan keyin hamzalik oxira. Bularning yezilishi, yana harf qurilmalari yana bosh A, bosh kirik, so'l tik va bir hamza belgisidan tuzilgan. Yolg'iz A bo'lsa bir tik tili tuzilgan. Andan keyin oxir A bo'lsa bir so'l tikdan tuzilgan. Buni o'ng tarafda qo'li bor. Undan keyin hamzalik oxir A, hamzalik oxirani qaytadan deyman. Hamzalik oxira bir kirtik va so'l tik va bir hamza belgisidan tuzilgan. Buning o'ng tarafda qo'li bor. Endi bular yolg'iz kelgan vaqtida yana mushu bosh A bularning o'zining bir nomi bo'ldi. Masalan, bosh A, yolg'iz A, oxir A va hamzalik oxir A deb. Lekin so'zlarning ichiga kelgan vaqtida biz bularni masalan ot degan so'zda buni biz bosh A yolg'iz deb o'qimaymiz. Bu so'zning ichida mayli qaysi xil shakli bo'lsin, hammasi o'xshashli A deb o'qiymiz. Masalan, ot degandek. Andan keyin olma degandimi? Masalan, buningda bir bosh A bor va oxir A bor. Buni bosh A, le, me, oxir A deb o'qimaymiz. Bular o'xshashli A deb o'qiymiz. Olma. Buningda oxir A bor. Oxir Aning yana o'ng tarafda qo'li bor degan to'q. Bu so'l tarafda qo'li bor. Ma adash harfining qo'lini tutib so'z yasabdi yana. Bu adash harfining ismi me o'xshaydi. Yana olma bo'pti. Andan keyin yolg'iz A. Yolg'iz Aning qo'li yo'q. Lekin u odatda harf adashlarning qo'lini tutmaydi, lekin yiqin turib so'z yasaydi. Ya'ni da degan xatda bular bir-birini qo'l tutishmabdi, lekin yenida kelibdi. Masalan, da bu. Lekin bu yolg'iz A yana harflar oilasidagi Botir A. Lekin bosh A'ga o'xshash baq qo'rqmas Botir A desak ham bo'lmaydi. Bu birla harfning qo'lisini tutib keladi. Uni keyin o'timiz ularning qo'l tutishi boshqa harf adashlarning qo'l tutishiga o'xshamaydi. Uni keyin so'zlayman. Andan keyin hamzalik oxir A. Hamzalik oxir A yana bu oq rangli narsani oppoq deymiz, shundaqmi? Bu oppoq degan xatda bu hamzalik oxira odatda so'zlarning yana yangi bo'g'imning beshi bo'lib keldi. Sizlar bo'g'imni o'tdiq-ku. Masalan, degan xatda bir bo'g'im A yaqinlashdi. Yangi bo'g'im oxir A bilan boshlandi. Oxir A bilan boshlanib bo'ldi. Ya'ni yangi bo'g'imning beshida keldi. Yana
P'ning qo'lisini tutdi ya, Axir A'ningmi o'ng tarafda qo'li va so'l tarafda qo'li va adashlarning qo'lini tutib so'z yasaydi. Undaq bo'lsa, bugungi mazmunlarimni qayta takrorlasam, yana A harf oilasi bizning elifba, ya'ni Uyg'ur tili elifbarimizdagi harflarning birinchi harfdir. Uning 4 a'zosi bor, ya'ni bosh A, yolg'iz A, oxir A va hamzalik oxir A. Bosh A harflar oilasining bek qo'rqmas botir a'zosidir. Uning harf qurilmasi baş kirik, sol tik va bir hamza belgisidan tuzilgan. Yana baş kirik, sol tik va bir hamza belgisidan tuzilgan. Bularning harf qurilmasi. Oxir yolg'iz A bo'lsa, bir tikdan tuzilgan. Oxir A bo'lsa, bir sol tikdan tuzilgan. Hamzalik oxira bir kirtik, sol tik va bir hamza belgisidan tuzilgan. Oxir A bilan hamzalik oxiraning o'ng tarafda qo'li bor, u odatda so'l tarafda qo'li bor adashlarning qo'lini tutib so'z yasaydi. Ammo masalan A qo'li yo'q harf bilan, ya'ni qo'li yo'q a'zolari odatda so'zlarning yinida, ya'ni harf adashlarning yinida turib so'z yasalaydi. Masalan, ot degan xatda qaranglar. Ikkilasining qo'li yo'q, lekin yinida yaqin turib so'z yasaydi. Yana bizning Uyg'ur tilidagi harf adashlar shundoq do'st tutishqanroq, ular qo'l tutib olishqanroq, qo'l tutib olib, uningdagi so'z yasaydi. Onandaki bularning yezilishi yana bizning Uyg'ur tilidagi harflarimiz o'ng tarafdan boshlab yezildi. Yana bosh kirikdan so'l tikni bir tutash yozimiz. Ondan keyin bir hamza belgisini yozimiz. Ondan keyin bir tik ustidan ostiga yozimiz. Ondan keyin yana undaq ostidan ustiga chiqiramiz. O'ng tarafdan bo'ldi hammasi. Bu shu, beshta bir kirtikni yozamiz. Yani so'l tik ikkisi bir tutashli yozildi. Hamza belgisi ustini qo'yamiz, anadagi ostini qo'yamiz. Undaq bo'lsa, bugungi harfimizni takrorlashimiz mushada bo'lsin. Xo'sh, Allohga omonat bo'ldirim. Yaxshi muzokara qilinglar.